GM Avtoga bu atalyapti. Va mana Deo Matiz'ni oldini olib turib, o'rindiqlar bilan olib turiladi va Cobalt orqasini olinadi. Orqasi olinadi va Deo Matizga shuri-muri qilinadi. Cobalt orqasi olinadi, kesiladi. Deo Matiz oldi olinadi, o'rindiqlar bilan kesiladi. Cobalt o'rindiqlar bilan olinadi, bagajning shuri-muri qilinadi. Qarabsizlarki, avtomobil xarosh chiqadi. Va yana sizlarga ideya kerak bo'lgan bo'lsa, mana Cobalt oldi olinadi, o'zini oldini Cobalt va o'rindiqlar bilan va Deo Matiz orqasi olinadi. Cobalt shuri-muri qilinadi. Qarabsizlarki, Deo Matiz Cobalt bo'lib chiqadi. Deo Cobalt bo'lib chiqadi. Bitta ideya O'zbek Avtomotors uchun bu. Sizlar mayli deni ketkazasizlar, shunda o'zingizlarda bor Deo bilan o'zingizlarda bor Cobaltga shuri-muri qilishlar mumkin. Birinchi varianti Deo Matizni oldini olib turib, birinchi varianti Deo Matizni oldini olib turib, shunda Deo Matizni plit qilasizlar o'rtasidan, shunda qo'yasizlar. Cobaltga shunda plit qilasizlar, orqasini olib turib Deo Matizni oldiga svarka qilinadi. Shunda Cobalt orqasini olib kelib turib Deo Matizga svarka qilinadiki va GM Avto uchun. Va yana ikkinchi variant. Cobalt o'sha plit qilingan Cobalt oldini olib kelinadi va plit qilingan Deo Matiz orqasini olib kelib turib, shunda ulinadi. Deo Cobalt bo'lib chiqadi. Deo Matiz Cobalt bo'lgandek. Like. Buni GM Avtoga отметка qilib yuboringlar. Bu ideya. Mali deni ketkazuvchi narsa. Изменение нету, lekin shuri-muri есть Cobalt bilan Deo Matiz o'rtasida.